أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. alloh taoloning iltifoti bilan sura baqaraninki 172 oyatiga keldik. Sura baqaraning 5dan tortib hozir qadar bo'lgan oyatlarda alloh taolo mushu qur'oni karimni qo'llaydiganlar va qur'oni karimga qarshi turganlardan iborat mushu ikki firqaninki ahvollarini so'zlab kelgan edi. Asosan mushu ikki firqaning ahvoli so'zlangan bo'ldida. Musulmonlarning haqiqiy taqvodor mo'minlarninki ahvoli so'zlangan bo'ldi. Eng dastlabda uningkin munofiqlarninki ahvoli so'zlangan bo'ldi. Uningkin asosan uningkin keyingi ahvollar shu Yahudi Nasoralar haqida, bo'libmi Yahudiylar haqida ko'proq so'zlangan bo'ldi. Endi Alloh taolo Sura Baqaraninki keyingi mushu yerim qismida endi shar'iy ahkomlarni so'zlaydi ekan. Shu Sura Baqaraninki keyingi yerimida shar'iy ahkomlarga aloqador mazmunlar so'zlangan ekan. Alloh taolo bütün mo'minlarga xitob qilib shunday deydi: "Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum vashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Yani ey müminler, biz sizlarni rizqlantirgan halol narsalarni yanglar. Agar Allohga ibodat qilgan bo'lsanglar, Allohga, ya'ni Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar. Yani ey iman etgan müminler, yanglisizlar tayyibat degan halol narsalardan, biz sizlarga rizq qilib bergan halol narsalardan. Ve shukr qilinglar Alloh taologa, shu Alloh taoloning sizlarga ato halol qilgan narsalarga qarata. Agar Allohga ibodat qiluvchi bo'lsanglar. Yani müşahit binaen bir fiqhi kaydı bağımlı. Eslul eşya'il ibahe. Şeylerin eslisi mubahlık deydi. Bütün Allah Teala muşu bizge kainat neslerinin hemmisini mubah halet yaratkan deydi. Eğer bir şer'i nes kelip, ayetten ya ki sünnetten şer'i nes kelip, ma haram diyen bolsa, muşakta haram buludu. Eğer onda olmasa, esildeki mubah halet kılıp kalıdı o. Değildikin. Bu bir fiqhi kaydı, usul fiqhi kaydısı. Hem de Allah, şuna ayet Allah Teala davatıda Allah sizlerge halal qilib bergan narsalarni yanglar, haram qilib bergan narsalarni yiroq turinglar. Va Allohninki mushu ne'matlariga qarata shukr qilinglar. Endi Alloh taolo haram qilib bergan narsa nimalardan iborat bo'ldi desa, innama harrama alaykumul mayta waddama va lahmal khinzir va ma uhilla bihi li ghayrillah. Faman idturra ghayra baghi wa la 'adin fala ithma alayh. İnnalloha gafurur rahim. Allah sizlarga o'z o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqoriga harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Alloh taolo harom qilgan narsaning birinchisi hozir o'z o'lib qolgan hayvon dedi. Ash o'z o'lib qolgan hayvonni yeyishni harom qildi demoqchi ekan. Chunki bu yerdagi gap shu harom qilgan narsalarni yeyish haqida ketyapti. Bundan keyingi ahvollar shundoq. Ham bu harom o'z o'lib qolgan hayvon degan nima bo'lsa, ma'lum yudakka shar'an. O'zi halol bo'lsa-mi? Masalan, qo'y, kala, o'chka, to'ga degandek o'zi halol bo'lsa-mi, lekin shar'iy odatda bo'g'izlanmay o'lib qolgan bunda hayvonlar hammasi shuni qatorga keladi demoqchi. Ve kirip ketdi onunğa, kirgizildi onunğa sünnet bilen bir narsaki kesildi hayattin. Yine hayat tirik hayvanlarınki bir azaz kesilingan bolsa, o azasım yine şu öz ölüp qalanın qatarı kelidi, haram boladı demişti.
va xos qilindi uning ichidan endi o'zi o'lib qolgan hayvonlarni harom dedik. Endi bu oyat om, lekin undan hadis bu omni xos qilib kelgan hadis bor ekan. Samak bilan jarot, beliq bilan cheket kerak. Uhillali el-meytatan degan mazmundagi hadis shu. Yani ikki o'lib qolgan narsa halol qilindi. Mesela beliq bilan cheketkini bu o'lib qolgan bo'lsa-mu harom bo'lmaydi demoqchi deydi. Bunun da mezhepler arasında ihtilaf var mesele ekan bu hozir. Ve deme ve Allah Teala kanni haram kıldı. Kan degan etilib chiqqan qon. Yine go'shtda mesela qo'yni hayvonni bo'g'izlab qolgandan keyin shar'iy holatda bo'g'izlab qolgandan keyin uningki go'shtiga chaplashib qolgan ancha muncha qon bo'lsa u harom emas. Bu yerda harom deyotgan qon al masfuh. Yine bo'g'izga mayli bo'g'izga vaqtda etilib chiqqan qon harom demoqchi. Bu xuddi sura An'amda so'zlanganga o'xshash. Endi bu harom qilgan narsaning uchinchisi lahmil xinzir. Cho'shqining go'shti. Bu yerda cho'shqining go'shti deb alohida xos keltirishi, chunki u maqsad qilgan narsaning ko'pinchisi shu deydi. Lekin cho'shqiningki qolgan a'zolari hammasi shu go'shtiga agishidir, tobidir. Yani ham yeri harom demoqchi deydi. Yana bir harom qilgan narsa va ma uhilla bihi g'ayrillah. Allah'ın namı etilmay boğazlanğan hayvanlar. Yani zubiha ala ismi gayrihi. Allah'ın gayrinin ismi binaen boğazlanğan. Ee, Biz Müslümanlar hem de Allah'ın birlik barlığına işengen boğan iken mal boğazlanan vaktimizde mi şu Allah'ın ismini atıp boğazlaşımız gerekken. Hem unutup kalgan varsa onun yolu ayrım. Lekin kastan alette işte Allah'ın gayrinin ismini atıp bu müşrikler varsa işte butlarınınki degandek işte ismini atıp boğazgan müşte hayvanların namisi haram boludu deydi. İhlal degan raf'u savt degan gap, ovozni ko'tarish. Ular ovozlarini ko'taradi mal bo'lgan vaqtda ilohlari uchun. Ilohlarning nomini atab işte ovozlarini ko'tarib boshladi degan. Shu oyatga binoan yani ihlal din chiqqan uhilla degan so'zni keltirgan demoqchi. Mana bu oyatda Alloh taolo harom qilgan narsani sanadi hamda. Yani Sura Maidada yine buni tafsili bayon qilgan. Mesela harom qilgan narsani. Yani üstüşüp ölüp kalan hayvanlar, igizin düşüp gitip ölüp kalan hayvanlar degende işte Allah Teala sanagan narsa var. Vel mevkuze vel mutereddiye. Aşının hemmesi hem de başı özü ölüp kalan hayvanların katarı kelip gidiyor. El meyte degenin katarı kelip gidiyor. Hem de sünnette Peygamber Aleyhisselam'daki hadislerde haram kılınan malının başka yine haram kılınan hayvanlar var. Yırtқыш hayvanlardan qo'ziq chivalari, uchar qushlardan o'tkir, tirnoqi bor, uchar qushlar, ashlanamiz harom degan. Masalan, bo'ri, yo'lbars, sher degandek hayvonlar harom bo'ladi-da, masalan. Qushlarning ichidan zi maxlabin minat tuyur. O'tkir, tirnoqi bor qushlar u harom dedi. Undan boshqa Payg'ambar alayhisalom hadisda yana yerlik eshak go'shtini harom deb belgilabdi. Muşu'nun binaen Allah Teala bizga halol qilib berganni halol deb sanaymiz. Allah haram, Allah va Allohning Rasuli haram deb bekitib berganni biz haram deb e'tiqod qilamiz. Mana bu bizning tavhid e'tiqodimizning asosi. Ama shu tavhid e'tiqodini buzadigan omillarning birisi qaysi degan chaqda qasddan holatda Alloh halol qilib bergan narsani haram deb e'tiqod qilgan bo'lsa, Alloh haram qilgan narsani halol deb e'tiqod qilsa, bir musulmon u dindan chiqdi demdi o chaqda. Allah bundan saqlasin. Ama şu halal haram meselesiga qarata endi go'shtlarninki hayvonlarning fiqida mazhablar orasida tafsiliy ma'lumotlar bor endi. Buni vaqti kelganda shu fiqh kitoblardan tafsiliy ko'rib olishimizga to'g'ri keladi. Endi Alloh taolo keyingi oyatda deydi: "Faman yadturra ghayra baghi va la adin fala isma alayh." Kimiki majburlasa uni zaruriyat yuqorida zikr qilingan harom qilingan hayvonlardan biror narsani yeyishga majburlab uni yegan bo'lsa, bag'iy bo'lmagan holatda, odiy bo'lmagan holatda. Yani bag'iy deganda bu yerda musulmonlarga qarshi chiqmagan,
musulmon jamoatiga qarshi chiqmagan nima ichida qarshi chiqmagan holatda va odiy bo'lmagan holatda degan bulonchilik qilish orqali musulmonlarga tajovuz qilmagan holatda vaqtda yegan bo'lsa uning hech gunoh bo'lmaydi. Shu hayvon oshning go'shidan yeganlikka qarta. Mayada ma tafsirul jalalaynda ma bag'iy bilan odiyni mada tafsir qilibdi. Lekin ma boshqa tafsirlarda tarjimada hayotini saqlab qolgudek o'z ixtiyoricha emas ilojsizlikdan shu harom qilgan narsalardan hayotini saqlab qolgudek yesa deb buni tarjima qilgan ekan. Endi tafsirlar har xil. Biz o'zimizning hozirgi tushunchamiz bo'yicha shu bag'iy deganni bek chekdan oshirib o'tmasdan hayotini saqlab qolgudek darajada bunda yegan bo'lsa deb tushunsak xato bo'lmaydi. Ashta yegan bo'lsa uning gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Alloh taolo mag'firat qiluvchi va rahimdil zotdir. Bu zarurat deganni har bir zaruratninki miqdori qanchalik bo'ldi degan vaqtda buni shariat mushta belgilab bergan. Ya'ni o'zingizning hayotini saqlab qolgudek darajada yesingiz endi shu zaruriyat degan shu deb belgilab berdi. Ama şu zaruratni belgilashda har bir odam o'zining ijtihodiga qarata belgilasi bo'ldimdi. O'zining ijtihodiga qarata belgilagan vaqtda ba'zida to'g'rini tepishi mumkin, ba'zida xatolashib qolishi mumkin. Endi ayta xatolashib qolgan ahvol ostida yana Alloh taolo mag'firat qiluvchi rahimdil zotdir. Sizlarningki anda xatolashib qolganlarni Alloh taolo mag'firat qiladi demoqchi. Va innalloha g'afurur rahim deb Alloh taolo oyatning oxirida bunda keltirishining sebeplari mushu endi. Qolgani vallohu a'lam. G'afur degan ya'ni avliyolarni, do'stlarini mag'firat qiluvchidir. Rahimun degan Alloh taolo o'ziga itoat qilgan kishilarga rahimdildir. Ya'ni kangri qildi Alloh taolo ularga mushaqda. Mushaqda noyati kangri yo'llarni, shariat ahkomlarini belgilab berdi demoqchi. Bu yerda bag'iy bilan odiy chiqdi. Oyatda yana bag'iy odiy deganni keltirdi. Endi bu ikkisiga kelib ketadi yana har qanday osiylik qilish uchun chiqqan safar. O'zining safari bilan osiylik qiluvchi. Hammasi mushun qatorga kelib ketadi demoqchi ekan. Masalan, Obiqqa o'xshash deydi. Qechib ketgan kishiga o'xshash. Makkas degan boj o'g'irlagan kishiga o'xshash. Mushlarning hammasi hamda musulmonlarga qarshi chiqqan kishilar bo'lgandan keyin bularni shu oyatda deyilgan bag'in adin deganning qatoriga kelib ketadi demoqchi ekan. Mush tafsir bo'yicha aytgan vaqtda. Fala yahullu lahum halol olmaydi ular uchun oshnidan biror narsani yeyish. Madomiki ular tövbe qilmagan bo'lsa. İmam Şafii mushu qarashda bo'lgan deydi. Endi keyingi oyatda Alloh taolo yana shu yahudiylarningki ahvollarini so'zlashga so'zlaydi ekan. Estaizu billah. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallahu minel kitâbi ve yeşterûne bihi themanen qalîlâ. Ulaike mâ ye'kulûne fî butûnihim illen nâr ve lâ yukellimuhumullahu yevmel kıyameti ve lâ yuzekkîhim ve lehum azâbun alîm. Allah kitapta yeni Tevrat'ta nazil kılgan narsalarni yushirdigan ve onu ozgina pulga sotadiganlarning qarniga yegini faqat o'tdir. Chunki ularni yegan shu harom meli ularni do'zaxga elib boradi. Qiyomat kuni Alloh ularni xushal qilgan so'z qilmaydi. Ularni gunohlaridan paklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Yani innellezîne yektumûne hakikaten yushirganlar Allah nazil qilgan kitaptan nazil qilgan narsani o'z ichiga olg'uchi Muhammad alayhisolamning sifatini. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın sütünü öz yağın şu kitaptaki, yani Tevrat'taki nerseni yuşurganlar. Ular olsa Yahudilerdir. Ve onu azgını pulga setip etkenler. Dünyanın azgını mallarga. Yani alıdı ular aşı malını ağaçının bedeli de. Özlerindeki nadan, sefih adamlardan, töven, tabakadaki kişilerden alıdı demiş. Aşkarlamaydı ular onu özlerindeki aşı kip duruvatkan soğuk salamlarınki qechib ketishdan qo'rqib, bunday qilishni oshkorlamaydi deydi.
Yine Muhammed Aleyhisselam evet işte ilgili muşu Yahudiler pat yakında bir peygamber çıkıdı deb biladigan qildi. Muhammed Aleyhisselam'ınki ahir peygamberning kelganligini ash kitobga qarata kitobidagi mazmunlarga qarata bildigan. Lekin keyin Muhammed Aleyhisselam Arablarning ichidan chiqib Alloh taolo shunday payg'ambar qilib avatgandan keyin bular bu payg'ambar bizning ichimizdan chiqmadi deb buni hasad qilib Tavratda bor bo'lgan payg'ambar alayhissalomning sifatlarini o'zgartirib aytgan deydi. O'zgartirib endi buni o'zining shu tuvanda biqdor odamlarga ashta ko'rsatgan. Bu biz kutayotgan payg'ambar emas ekan deb shunday ko'rsatgan ekan. Uningdan ilgari ular shu tuvan tabaqadagi kishilardan ashta nurg'unlagan so'g' salamlarni, para, rishvalarni ib turdi ekan. Endi Muhammed Aleyhisselam ularning ichidan chiqmagan ekan, biz kelib turayotgan mol dunyo to'xtab qolmasin deb, ozgina shu mol dunyoni deb, ular payg'ambar alayhissalomning sifatini o'zgartirib o'tgan ahvol bor bu yerda. Mushundoq nodonlarcha ish qilganlarga, ish qilgan odamlar qo'rsoqlarga faqatla do'zaxning o'tini yeydi deydi. Chunki do'zax ularning qaytilgan joyidir, oxir qaytilgan joyi. Alloh taolo ularga qiyomat kuni so'z qilmaydi. Ularga g'azab qilganlik uchun. Va ularni gunohlaridan poklamaydi. Gunohlarining kirlaridan poklamaydi. Ular uchun alamlik azob bordir. Yani o'sim do'zax o'ti. Yine Alloh taolo mush kitob tushirgan narsani yushirgan, buni o'zgartirib o'tgan kishiga qarata Alloh taolo to'rt turlik tahdidni sanadi berdi. Birisi ular qo'rsqiga faqat do'zaxning o'tini yegan bo'ladi dedi. Yana birisi qiyomat kuni Alloh taolo ularni xushal qilgan so'z qilmaydi dedi. Yana biri ularni gunohlarining keldirini hargiz poklamaydi deydi. Ular uchun alamlik azob bordir dedi. To'rtinchisi. Endi ulaikallazina ishtarawud dalalata bil huda. Shular bo'lsa, zalolatni hidoyatga almashtirib o'tgan kishilardir. Mushundaq botil savdoni qilishgan kishilar. Bu botil savdo shu naq ba to'g'ri hidoyatni tutmay ozg'unlikni setib olgan bo'lgandan keyin bu bir botil savdo o'xshash bo'ldi endi. Oldi ular shu ozg'unlikni hidoyatning o'rniga shu dunyoda mushta ishni qildi ular. Va azobni setib oldi mag'firatga. Yani ular uchun agar payg'ambar alayhissalom sifatini yushmagan bo'lsa, oxiratda ularga tayyorlangan mag'firat bo'lardi. Shu mag'firatning o'rniga azobni ular almashtirdi, setib oldi deydi. Fama asbarahum alan nar. Ularning do'zaxga sabr qilishi, nima degan sabr qilgan kishilar bu? Ma ashadda sabrahum. Yani mushundaq hidoyat, haqiqat uchuq oydin tursa, bu mushtaq oydin haqiqatni qabul qilmay, ozg'unlikni setib olgan bo'lgandan keyin bular do'zaxni bilib turib pul setib olgan kishilarga o'xshash bo'ldi demoqchi bu yerda. O'zimi mo'minlar uchun mo'minlarni ajablantirishdir. Ularning o'tkazganligidan do'zaxni vojib qilgan ishlarni parvo qilmasdan deydi. Ya'ni oqibatning qanday bo'lganligini o'ylamasdan, parvo qilmasdan bilib turib, shu do'zaxni pul setib olgandek ishni qilgan bo'lgandan keyin bular bu mo'minlarni ularning shu qilmishini bir ajablantirishi bor buningda. Ya'ni fama usbarahum degan bir ta'ajjub so'zi demoqchi. Va illa fa ayyu sabrin lahum. Bo'lmasa ular bu nima degan ulardagi cho'ng sabr bu. Zalika shu ya'ni yuqori zikr qilingan ishlar ularningki do'zaxning o'tini va undan boshqa ishlarni yeyishdan iborat shu ishlar. Buning sababi nima edi? Nima sababdan shunday bo'ldi desa, Alloh taolo haq bilan kitobni nozil qilgan edi. Nozil qilsa, kitob haqida ixtilof qilishganlar bu cho'nqur ozg'unlikning ishidir deydi. Yani bu qattiq azob shuning uchunki Alloh haqiqatan haq kitobni Tavratni nozil qildi. Ular Tavratdagi narsani yushirdi va o'zgartirib etdi. Kitob to'g'risida ixtilof qiluvchilar cho'nqur nizodir, talash tortishning ishidir demoqchi. Yine ularning ashundaq qattiq azobga duchor bo'lishniki, do'zax o'tini yeyishninki, qo'rsqiga shu do'zaxning o'tini
yegandek ishlarni qilishining sababi Alloh taolo haq bilan kitobni tushungan bo'lsa, Qur'onni tushungan bo'lsa, e, nazzala bil haqqi degan nazzalaga mutaalliq deydi. Ular shu kitob haqida ixtilof qilishib, uning ba'ziga iymon etdi, ba'ziga kufrlik qildi. Uni yushirish bilan. Ma tafsirda bo'lgan gap, e, Tavrat qarta deb o'tibdi. Tavratninki ba'zan ahvollarni yushirdi emasmi bular? Yushugan ekan. Haqiqatan kitob haqida ixtilof qilishganlar, yana ular Yahudiylardir. Yana bir qarashda mushriklar deyilgan edi. Yani Qur'on haqida ixtilof qilishganlar, uning ba'zi masalan Qur'onni she'r dedi, yana ba'zi bu sehr ekan dedi, ba'zilari yana bu kohinlik ekan dedi. Mushundaq qalaymaqan jo'ylib qamlashmagan gapni qilgan kishilar cho'nqur talashtirishning ichida bo'ladi. Demak, dinninki aslisi, usuli din, tavhid. Buningda ixtilof qilishga bo'lmaydi. Dinninki tavhid qismida, usul qismida ixtilof qilishga bo'lmaydi. Bu sabit, o'zgarmaydigan prinsiplarni. Lekin dinning furuat masalalarida buningda ixtilof qilishga bo'ladi endi. Masalan, fiqhiy ahkamlar masalan har xil. Har bir mazhabning o'zining ayrim-ayrim ko'z qarashlari bor. Bu fiqhiy furuat masalalarda işte ixtilofning bo'lishi bu bir rahmat kelimdi. Rahmat bo'lgandan keyin har bir davrda, har bir rayondagi kishilar o'zining shu davrga mos keladigan işte fiqhiy ahkamlarni, furuat masalalardagi ahkamlarni tatbiqlab qilsa bo'ldi ekan. Lekin bu dinning usul qismi, tavhid qismida bu zaman makonning o'zgarishlar hozir o'zgarib qolmaydi. Toki qiyomat qoyim bo'lguncha bu sabit o'zgarmas prinsiplar. Şunu bir yerde Allah Teala'nın davatqini kitobninki usul, yani tavhid qismida ixtilof qilishganlar demoqchi berdi. Bu vaqtda ixtilof qilishga qat'iy bo'lmaydi. Shuna Alloh Taolo halol, Allohning rasuli halol deb belgilab bergani halol deb bilamiz, harom deb belgilab berganini harom deb bilamiz. Alloh Taolo hammalarni mushu tavhid e'tiqodiga mustahkam turib, iymon bilan yashab, iymon bilan ketgan nasib qilsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.